TS CC3 monitor. Wi-Fi'lik so'nggi modeli. Sim kartalar qo'ysa bo'ladi. 32 GB pamyati bor. Hali ochilmagan. Salafan ekanda. Salafan. Sim karta USB qo'yadigan shnurlari. Radio shnurlari, Wi-Fi, etak, GPS bor. Mana GPS bor. Orqa zadniy vid ulasa bo'ladi. Yoqib ham ko'rsataman buni. Nech pulda olsizlar? Buni bozorda $180 bo'lyapti. Biz qilib beramiz buni. Tak. $150 bo'lsa beraveramiz. 150 bo'lsa yaxshi ekanda. Hozir. Yonish jarayoni ko'rsatib beramiz. Effektlarini qotib qolmaydi. O, dahshat yonib berar ekan. Yangi chiqqanlardan Tesla CC3 Wi-Fi, GPS, navigator hammasidan bor. Hali yonmaganda bu. Qotmaydi. Orqa zadniy vidlar ham bo'lsa bo'ladi. Hammasi bor. Bemalol kelsanglar uстановка qilib beramiz. Uстановка xizmatlari ham bor. Play Market, Chrome, internet hamma narsa bor ekan. Bari. Как telefonda, televizorda ishlatsanglar bo'lar ekan. Video, galereya, kalkulyator, karta bor, radio bor, Bluetooth bor, AUX bor. O'zini pamyati 32 talik. YouTube ham ko'rsanglar bo'lar ekan. YouTube ham bor. Google ham bor. Play Market ham bor. O'yin o'ynasanglar ham bo'ladi. Mana qotmaydi. Yani kolonka hozir ulay olmaymiz. Muzikalar bor o'zini. O'zini muzikalar bor. O'zida pamyat bormi hozir bunda? Pamyat 32 giga. O, normalniy muzika sig'ar ekanda. Normal. Mana pamyatlar hammasi bor. Qotmaydi aslan. Hozir ko'p monitorlar qotib qolibdi. Mana kino kliplari ham bor ekan ichida. Qanday olagan qaranglar, vashshe. Kimga shunaqa kerak bo'lsa, aloqa chiqarasizlar, podpisaniyaga nomer qoldiramiz. O'zini ramkasi ham bor ekan. Zavod. Zavoddan chiqqan ekan. Cobalt, Gentra, Setting, universal tushadi. 10 dyumlik.